Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana biz bugun Bulvar degan restoraniga, kafesiga tashrif buyurdik. Bulvarga joylashgan va atmosferasini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Juda ajoyib. Juda ajoyib ham. Narxlar qanday ekan? Narxlar hammaga qiziq. Narxlar qiziq bo'lganda o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Men videoga joylayman narxlarni. Endi biz 25 mingga bitta sarbet degan marojniy oldik hozir. Marojniy. Hali uni yeb ko'rmaganmiz, ta'mini biron bir ko'rmaganmiz. Siz do'stlaringiz bilan Bulvar restoraniga tashrif buyurgan bo'larmidingiz? Albatta tashrif buyurgan edim, lekin Shodsiz to'lamadingiz. Ha, shod kelganda, narxlar kelganda bu joy biz uchun emas hali. Yana 2-3 yildan keyin yana bir marta tashrif buyurishga men qaror qildim. Komil akam bilan, do'stlarim bilan soqqani bosib yana kelamiz albatta. Xo'sh, Bulvar restoraniga taassurotlar qanday? Yomon emas bo'ladi, lekin juda ham zo'r ekan, ayniqsa narxlari. Sizchi? Do'stlaringiz bilan, hamma bilan? Yo'q, do'stlarim bilan kelsam, Talibon bu yerga shotni men to'lashimga to'g'ri keladi. Shuning uchun men do'stlarim bilan hech qachon bu yerga tashrif buyurmagan bo'lar edim. Men ham xuddi shunaqa.